Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki vatan söygen, mustaqillik o'tida kuyayotgan barliq qarindoshlarga ahvolinglar mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugun Norvegiyadan Erkin Ro'zi efendimni biz mushu Xitoydagi virus to'g'riliq va bu virusniki bütün dunyoga ham vatanga qanday ta'siri bor, iqtisod qanday ta'siri bor, ijtimoiy muhitlar qanday ta'sir bor degan temada munozirlashmoqchi. Shunga taklif qildim. Buni boshlashdan ilgari biz hammamiz esimizda bor. 1997-yili G'ulji voqeasi, ya'ni G'ulji qo'zg'oloni, ya'ni Xitoy qonliq bostirgan irqiy qirg'inchilik bilan butun hammasini yo'qotgan, şəhərdə qurban bolğan, şehit bolğan barlıq qarindoshlarımızның yatqa yer cənnəti bolsun. Şu şehitlər üçün dua qılımız. Həm bu irqiy qirg'inchilik ep bolğan Xitoy hökumətinə lənət oquymiz. Erkin efendim, mərhəmət. Assalomu alaykum. Bütün dünyadagi barlıq vatan sevgan qarindoshlar, sizlar bilan yana tekrar ko'rishgandan xushalman. G'ani efendim deb o'tgandek 97-yil 2-oyning 5-kuni Xitoy hukumatı o'rlik, adolat, erkinlik, mustaqillik talab qilgan G'ulji xalqini, G'ulji yoshlarini qirib tashlagan kun, qirgan kun, irqiy qirg'inchilik qilib qolgan kun. Bu kunni har qanday vaqtga qadar yana bugungi o'xshashini eslaymiz, duo qilamiz. Ammo shu qirg'inchilikni qilib qolgan Xitoy hukumatiga biz yana burunga o'xshash biz la'natlaymiz, nafratimizni bildiramiz. Rahmat. Endi bayan degandek biz bu Xitoy hukumatiningki yangi kashfiyoti koronavirusi to'g'riliq munozara qilish maqsadi bilan hozir ekranda o'tiribmiz. Bu yerda biz oldi bilan bu virus qanday narsa degan narsaga ozroq tushuncha bersak, ya'ni meditsina sohasidagi mutaxassislarniki chiqargan tadqiqot natijasi yakunlarini qisqacha bu yerda tushuntirib o'tay. Oldi bilan bu virus qachon tarqalgan, qachongacha yo'shirib qilib qolgan va qachon oshkorlangan degan narsalarni deb o'tay. Bu Xitoy virusi oldingi yili yil oxiri, ya'ni 12-oyning 8-kuni boshlanib, bu yil 1-oyning 20-kunigacha bu maxfiy tutilgan. Buni oshkorlamoqchi bo'lganlar hammasi qamoqlarga ilingan, o'tirib etdimi, buning bir nim degil bo'lmaydi. Lekin bular hammasi to'sib qilingan, 21-kuni oshkorlangan. Endi buning yuqumlashini deb kelsak, bu bir odamdan 2-3 odamga yo'qolaydi ekan. Endi buniki yuqumlash darajasi yuqori. Endi buniki yuqumlash surati bo'lsa, har 6,4 kun, ya'ni taxminan bir haftada bir ishib mangdi ekan. To'xtamay aslab mangilgan gap. Endi odatda yuqumlanguchi 2 kundan 10 kun oraliqda boshqa odamlar bilan uchrashsa, bu yuqtirdi ekan. Agar yuqumlangan odamni ayirib etsa, 14 kun ayirib etsa, uningdan keyin yuqmaydigan ashunda xarakter bor ekan. Endi shu Xitoy uchuri vositalari deymiz, shu hammasi Xitoy taratqusiga qarasak, Xitoy hukumatining o'ziniki o'lchamlik taratqusida e'lon qilgan narsalarda bu intayin odam soni ozda. Mana bu Hong Kongning 1-oyning 31-kunisi e'lon qilgan ma'lumotga qarasak, Wuhanda 1-oyning 25-kunigacha yuqumlanganlar 75 mingdan oshadi deb shu statistika ma'lumotini e'lon qildi. Bu qanday statistika ma'lumot desak, shu Wuhanda doktorxonalarga kelib o'zini kasal ko'rsatgan.
Hem aşağıda doktorxonaning tizimligiga tushgan odamlarning soni 75 mingdan aşır degan gap. Ig'ir o'rnidan turolmaydigan va yoki o'lib ketgan deganlarning soni bu yerda yo'q. Hem buningga yig'ishning amali yo'qda, bular faqat shu uchurni ola olganda. Endi bu uchurlarning Amerikadagi Luda degan bir taratqusi bor, buniki Ludaniki. Aşı taratqusi degan vaqtida bu sonlarning hammasi yolg'on. Hozir bu haslab eshib 4,7 ko'rsatkichga yetdi dedi. Bunun içinde 5 milyon adam Wuhan şehrining içinde qamoq holatda turgan, ayirib etilganlar. Mushu qamoqni chingitishdan ilgari qacha-qash bilan nurg'un odam qochib ketgan deb mediasiga chiqaribdi. Buningki rasmini mega bir chiqaray. Bu şu YouTube'da e'lon qilgan narsa ekan. Mishada 5 milyon odam qochdi deydi, qanchalik qachonli uqilmaydi, lekin ashaga so'lib etgan odamlar shaharning ichiga qamab qo'ygan odamlarda bu. Endi buning Xitoydagi o'lchamlik taratqularının degan xabarlari qarsak, ozla 1-oyning 26-kuni 2577 odam o'ldi deydi. 2-oyning 1-kuni 24589 odam o'ldi deb chiqiribdi. Men hozir rasmlarni ko'rsatib qarayapman. Endi buning taratquning bir deyishida bu kasalning sababini biz topdik deb taratqu beribdi. U nima deydi desa, bu yovvoyi hayvonlardan yo'qolgan bir xil yuqumli kasal, buni biz bayqadik deb e'lon qilibdi. Buni Luda programmasida rasmini avval chiqarayım menga. Programmasiga chiqarganda biz Moşadaki hem uçurlarını hem ispatlarını yığıp bulduk. Bu bir yerden tarqalgan narsa emas. Bunu Xitoy hukumati o'zi taqatgan kasallik. Bu o'zgartirilgan bir tajribaxonada chiqargan narsa deb uni hamisi taratqusiga videoda chiqaribdi. Bu yerda men rasmini chaplab qo'ydim. Ulanmasini men bu naq maydon tuganda astığı çaplap koyma. Endi bu yerda bunun yuqumlashi bektezken, 2-3 adam, bir adamga yo'qsila, bir adamdan 2-3 adam tarqalgan ekan. Endi mushundaq tarqalsa, buni Xitoy hukumati qandoq oldin oldi degan bir masala chiqdi. Qarasak, uning oldin olish usuli Nega chiqarib qo'ydim nimani? Urumchininki Avasiya shirkati chiqargan Urumchininki jadvalida bu. 12-oyning 8-kuni kasal tarqalgan, 1-oyning 20-kunigacha yo'shingan bo'lsa, yo'shirib turgan narsa shunchaqacha Urumchiga aeroplan uchib turgan. Mayaga chiqarib qo'ygan rasmda 1-oyninki 23-kunisi bu tarqalib yurgan surat bu. Facebookda, WhatsApp'da tarqalib yurgan. Shu vaqt bo'g'icha bu to'xtamay Urumchiga uchidi degan gap Wuhandan. Uningdan boshqa yerlarga hammasi butunlay to'xtatib etilgan. Endi ma'u necha kun ildirgi taratqularning xabarida chiqqanida Hong Kongga uçmaydi degan narsani demigini bilan Hong Kongga hozirgacha aeroplan to'xtamadi degan xabar chiqdi. Endi bu yerda Hong Kong va vatanga mush ikkiyaga aeroplanni xuddi kaptan qo'yayotgandek qo'yibdi degan gap. Endi bu yerda bir mundaq masala chiqdi-da, bu kasalni vatanga taqib, Hong Kong taqib, bu nima ishni qilmoqchi degan bir masala chiqdi.
Endi bu Wuhan'daki chiqqan Xitoy virusining vatanga bo'lgan ta'siri qanday bo'ldi degan narsani bir o'ylab ko'rsak, buningga Erkin apandim bir o'zingizning ko'z qarashini deb bakkan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar, takrar sizlar bilan yana ko'rishgandan xushalman. Bu virus haqida haqiqatan dunyoni bir og'idek, haqiqatan dunyo cho'chug'idek bir vaziyatlar shakllandi. Siz boya deb o'tganingizdek, bu virus Wuhan shahridan taqaldi. Men bu to'g'riliq temalarga jiq kirmayman. Dunyoning o'zida har turli fikrlar bor, har turli mulohazalar bor. Siz degandek boyatin bu ba'zilari ilondan, ba'zilari ba'zi jonivorlardan shakllangan, bu orqali shu orqali yuqdi degan har turli gaplar bor endi. Biz buningki nereden yuqdi, qanday qildi, qayerda qanday bo'ldi degan masalalarga zaten siz ham bizning qiziqadigan asosli temamiz emas. Endi bu yerda ba'zi tushunmagan insonlarimizga qisqa tushuncha berib qo'yishni men to'g'ri topdim. Masalan, kechiringlar. Bu virusni masalan hayvonlardan yuqqan bo'lsa, Xitoylar buni hayvonlarni yeyish orqali shunday yuqdi, hozir shakllandi degan bo'lsa, Xitoylar burundan tortib 60-yilmi, 70-yilmi bu viruslarni, bu hayvonlarni yeb kelgani aniq endi. Bu yerda demakchiki, shu hayvonlardan hayvonga ko'chib turadigan bu virus ma'lum bir kuchlar tomonidan bu aktiv holatga keltirilganligi aniq. Ham buni bu masala kelgan vaqtimizda bu talash tortishlarga kirishning hojati yo'q. Zaten buningki qanday bo'lganligini biz bilmaymiz, ammo bu virusning Wuhandan tarqalgani rost. Buning javobgarlikqa berib oldin olamagandan keyin buni asosli javobgarligi, ya'ni 100% javobgarligi Xitoy hukumatiniki ustida. Siz boy degandek nechinchi islar kun tarqalgan bo'lsa, nechinchi islargacha yo'shirish, undan keyin oldin olamaydigan darajaga kelgan vaqtning o'zida endi bu ishlarni oshkorlashi yoki hozir oshkorlash emas, o'zlari oshkorlamadi buni. Yanılar şu sosyal medya orqali, ama Xitoy hukumati bu to'g'rida mush to'g'riliq ma'lumot uchurlarini tarqatganlarning hammasini jazolaydiganligi, ya'ni yepiq shaklda qoldiganligini hozir ta'kidlayapti. Xuddi burunqi SARSning qanday bo'lgan bo'lsa, Xitoyda qanday bir ishki ziddiyat bo'lgan bo'lsa, buni oshkorlamaydigan tarafdor bo'lgan Xitoy, ya'ni bugungidek kunda endi. Endi bu to'g'riliq ma'lumotlarga kelsak, xuddi siz ko'rgandek, boshqa qarindoshlarimiz ko'rgandek, medialda Wuhan shahrini qanday qilganligini biz ko'rib turyapmiz. Tamamen aynı vaqtida bizning vatanimiz qandaq bir lagerga aylangan bo'lsa, bugun Wuhan ayni lagerning o'zi va undan qattiq darajada. Xabarlarda ko'rib turyapmiz, bu yerda mayli sosyal medyada bo'lsin, boshqa davlatlarning mulohazalarida bo'lsin, hammasidagi o'rtaq kelgan bir fikr aniq, insonlarni talog'i chiqmaydigan, chiqqanlarni hatto etib tashlaydigan holatda bu yerda xalqni bir muhitdan, ya'ni uy muhitiga qoplab qo'yish orqali tashqi muhitdan izolasiya qilyapti. Bu endi ayırıvatıdır. Endi bu yerda ko'rayotgan siz sosyal medyada ko'rgandek insonlarning talab etayotgan jasadlarini, har turli fojialik ahvollarni ko'ryapmiz. O'lim yetim masalasi kelsak, buni hech kim bilmaydi. Qancha million odamga yuqdi, qanchalik odam o'ldi, nima bo'layotdi, buni zaten aniq bilgan bir son yo'q. Menimcha bo'lgan chaqda qancha million inson o'ldi, qancha million insonga yuqumlandi, bu Xitoy hukumati oshkorlaydigan son bo'lgandan keyin bu menimcha bugungi kunda tortib kelar keyingi qadar qancha yillar qadar bu narsa son yana shu mahfiyatim qoladi deb o'ylayman. Endi siz boy degandek bizning asosli qiziqadigan temamiz o'zimizning millati, vatani, vatandagi Uyg'ur va boshqa millatlarga biz bularning hozirgi mushu Wuhandan tarqalgan mush virusninki qanday bir fojialarni olib kelishi mumkin. Xuddi bizning vatanimizdami Wuhanda yuz bergandek insonlar shunday ko'chada yetib o'ladigan ahvollar kelib chiqqanda chiqmamdi. Bu virus zoti qanchalik insonlarga tarqaydi, buning fojiasi qanday bo'ldi degan tema ham siz biz ham menga o'xshash, sizga o'xshash boshqa vatan sevgan barliq vatandoshlarimizning, qarindoshlarimizning o'rtaq qiziqadigan temasi deb o'ylayman. Ham siz xuddi boya degandek bu aeroplanniki Hong Kongga va bizning vatanimizga uchiq bo'lishi bu yerda Xitoy hukumatining yanada oshkor bir qarniyatini ko'rsatib turdi. Mushaga yuqtirishdan iborat bir qarniyatini ko'rsatib turdi. Ammo hozir bugunga qadar bizning bir istixborot organimiz mush to'g'riliq maxsus xabar ishlab taqdirgan bir o'rinlar bo'lmagandan keyin biz burada yetarli xabarga ega emas. Ammo sosyal medyada taqilgan xabarlarga asoslangan chaqda vatanimizdami insonlarni ana talog'i chiqmaslikqa ashundaq chaqirayotgan, ashundaq qilayotgan ahvollarni biz ko'rib turyapmiz. Demakki bizning vatanimizmi Wuhandagi o'xshash
aşağıdakiga o'xshash talaga chiqmay uyda ashundaq turishga majburlangan ahvollarni ko'rib turyapmiz endi. Demakki, hozir qadar o'lim jitim ahvollarini biz ko'rolmasakmi, agar Xitoy hukumati bu virusning oldini ololmasa, xalqaro jamiyatning yordamini qabul qilmasa, bu virusning oldini oladigan bir dori sistemasini ijod qilib chiqib, buni davolab chiqarmagan vaqtimizda Xudo saqlasin, bu qanchalik insonning jinini oladi, bizning vatanda yana hozirgacha qanchalik inson o'ldi biz buni bilmaymiz. Biz egallagan uchurlarga qarag'an chaqda boshqalarning deyishchasi xuddi siz biz anglagandek Uyg'urlarga yuqmagan, vatanimizda bo'lsa ancha Xitoy o'lgan, mancha Xitoy o'lgan degan gaplar bor. Lekin hammasiga hech qanday bir odamning isboti yo'q, ma'lumoti yo'q. Bu yerdan keladigan asosli tahdid qaysi degan vaqtimizda yo'lning ochiq bo'lishi, yana birisi Xitoy buning tadbirini oldigan vaksina boshqa narsalarni ijod qilib bo'lolmasligi, hatto dunyodagi ba'zi meditsina sohasida Uyg'urlarni tahlil qildi, buni 1 oydan 3 oygacha, 4 oygacha bo'lgan vaqtlarning ketadiganligi, Rossiya tarafdorlarining bo'lsa 6 oygacha vaqtning ketadiganligi, bu to'g'riliq gaplarni anglayapmiz. Ammo yana biz xabarlarda ko'rganimizda Amerika, bu g'arb dunyosi bo'libmi Amerika yordam berish to'g'riliq nemisni o'zining talabnomasini o'tirib qo'yganda Xitoy tarafidan yana 3 qator rad qilinganligini ko'rib turyapmiz. Demakki, bu yerda bu virus orqali Xitoy kommunistik hokimiyatiningki ham o'zining xalqini, ham bizning vatanimizdagi xalqni bir qirg'in qilishdan iborat bu yerda bir yomon niyatining bor ekanligi aniqki yuz ko'rinib turdi. Xudo saqlasin, millatimiz uchun, vatanimizdagi shu Uyg'ur bo'lsin, boshqa qanday insonlar bo'lsin, buning uchun bu qirg'inchilikqa yo'liqib qolmaslik uchun duo qilamiz. Nima deymiz? Buning oldini olamagan ahvol ostida xalqaro jamiyatning yordamini qabul qilamagan vaqtda Xudoyim saqlasin, bizning vatanimizga endi kelmaydi deb qarayman. Meningki qo'rqinish bilan ichida deydigan so'zim shu. Endi bu ishning ta'siri keyin ko'ramiz. Rahmat. Mening kallamga bir narsa kelyapti hozir, tuyuqsizlar. Mushu taratqular qaraydigan bo'lsak, kasal yo'qdi degan hayvonotlarni cho'ng yuk mashinalariga silib, bir o'raklarga ishtirib tashlayotdi-da, buni ko'ydirdi, aqcha. O'lgan odamni ko'ydaginni hozir ko'rsatmadi. Endi ba'zi taratqular chiqishcha hozir mushu nurg'un shaharlarda hozir sesiq puroq qopildi deydi, odamni ko'ydirib, kecham kunduz ko'ydagandan keyin ma puroqningki ma havoda tozalangan miqdori eshib ketib, bunda degani melqa havo sesiq puroq oz bo'lsa o'zini tozalaydi. Masalan, suvga o'xshash oz narsani tozalaydi, jiq eshib ketsa tozalayolmay o'zi zaharlanib, havomi o'xshash buzilib, o'z biti turdi sesiq biti havo, ammo sesiq puroq ma'miz birlashib. Shundoq bo'lganda hozir shaharlardagi sesiq puroq degan gap o'sha odamni ko'ydiryapti deb o'ylayman. Buni o'sha hayvonlarni ko'ydagan yo ko'mganni ko'rsatish orqali boshqa yerlarda ig'ir yuqumlangan mushda qil deb o'gityaptamdi, ashundoq tashabbus qilyaptamdi, tashviq qilyaptamdi. Bu narsa sal gumonliq. Endi mushu qattiq yuqumlash ig'ir bo'lgan yerda cho'qim bu qarshilik qiluvchilar chiqsa qirdi. Endi kenkilarni qirg'inchilik bo'lishi mumkin. Eng nachar tarafini o'ylasak, endi bu Xitoy hukumati tarixdan buyon qo'liga huquq tushsalar nurg'un qirg'inchilikni qilib boqdi. Hozirmi qiladi, bundan keyinmi qiladi. Bu intayin qo'rqinchli ahvol. Endi Uyg'ur vaziyati yana endi vatanga shundoq ta'sir bo'ldi dedik. Endi bu intayin doirasi hozir kenglab ketgandan keyin bu Xitoyningki ichiga mushu Xitoy jamiyatiga va bularning iqtisodiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi qaysi jihatlardan qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu to'g'riliq fikringizni bir bayon qilib bersangiz. Hadi g'ani apadim, bu yerda Xitoyning iqtisodiga aniqla %100 ta'sir ko'rsatadigan aniq. Ham bu yerda
masalan hozir 3 o'lkaning butunlay o'tirib turib qamal qildi deydi. Hozir bizning vatanimizda insonlarni tashonga chiqmaslik to'g'riliq bu yerda ogohlantirish berilgan bo'lsa, undaq bo'lgankan ishlaydigan ishchilar, ishlaydigan nurg'un ishlar, har qanday bir jamiyatningki ishlab chiqarish sistemalari bu yerda qolayimqonlashib ketdi degan gap chiqadi. Ondaqkan bu yerda Xitoy hukumatining iqtisodiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatdi. Hozir egallagan ma'lumotga qancha trillion dollardan ortiq ziyonni Xitoy hukumati tortgan. Ham tortidi. Chunki siz o'ylab bakın bu hozir bir faqat Wuhan'da emas, bu har kim biladi, hammadan biladi. Bu bir o'lka emas, 3 o'lka, hatto bu yerda o'tirib 80 milliondan 100 milliongacha bo'lgan insonlarni bu yerda o'tirib hozirgi Wuhan'da bo'lgandek qamal qilish ahvoli bor. Zaten uyda o'tirdigan. Bu yerda haqiqiy ahvol 100 haqiqiy uchurni hech qanday qadam bilmaydi. Men Turkiyanikidan ko'ryapman, Rossiyanikidan ko'ryapman. Hammasidan o'xshash chiqqan xabar mush xabar. Qanday bo'lgankan, mushu sanoat hammas taraqqiyot Wenju shahriga yetib keldi deb Wenjuni, Shanxayni, mush rayonlarni ashu Wuhan'da qanday kontrol qilish shaklli bo'lsa, insonlar bu yerda ishlab chiqarish bo'lmasa, uyda o'tirsa, o'ylab taqing Xitoyning iqtisodiga qanchalik ta'sir ko'rsatdi. 100% aniqki bu trillion dollarcha ziyon tortdi. Xitoy hukumati menimcha o'g'a vaqtingizda g'oyat zo'r va g'oyat zo'r iqtisodni tortdi. Ham mushundaq manga vaqtingizda Xitoy yana g'oyat zo'r iqtisodiy jihatlarda qattiq ziyon tortdi. Bu cho'kish qarab turibmangdi, ta'tir qarab turibmangdi. U mayli Xitoy tashviqoti buni masalan SARSdagi bo'lgan vaqtlarda hech qanday ta'sir ko'rsatmadi, hech qanday ish bo'lmadi degan bo'lsa, bugungi vaziyat uning o'xshamaydi. SARSning davrida bo'lsa bunday sotsial medialar jonliq rivojlanmagan, dunyo xalqi yaxshi bilmaydi, qanchalik odam o'ldi, buni yaxshi bilmaydi. Bugun bo'lsa butun sotsial jamiyat, sotsial media, butun dunyo hozirgi Xitoyning ahvoliga qarab turyapti. Andaq bo'lgankan, bu yerda qanday ishlar kelib chiqdi? Masalan, Xitoyda nurg'ulg'an shirkatlar bu virus tufayli chekinishga majbur bo'lyapti. Yomon shirkatlar hozir chekinish qarorini olganligini ko'rib turyapmiz. Ba'zilari qo'shni davlatlarga, ba'zilari Shimoliy Amerika davlatlariga ko'chib chiqyapti. Chunki bularga xotirjam bir sog'lom bir ishlash mumkin yo'q. Xabaringlarda bo'lgandek, Rossiyadan tortib Indoneziyaga qadar yomon ko'p davlatlar Xitoy bilan bo'lgan chegarasini atdi. Qandaq bo'lgankan bu yerda ishlar qandaq bo'ldi? Albatta bu berib 100 Xitoyning dollariga ziyon yetdi. Xitoy iqtisodiyotda g'oyat zo'r ziyonni tortdi, ham buningdiki tortdi. Mening aytadigan gapim shu. Endi bu Xitoyning ichidagi ish xalqaro qandaq ta'sir ko'rsatdi degan bir narsa kallimizga keldi-da. Eng qisqasi Mushu Xitoydagi nurg'un shirkatlar, ya'ni chet el shirkatlari, chet el mablag' solgan Jungoda turishliq zavod, korxonalar mush nechilniyoqi mushu Xitoyning atrofidagi Vyetnam, Kamboziya, Bangladesh, mushu Filippin, Taylandlarga yo'tkalgandi. Yana bir qismi qilib qolganda intayin cho'ng zavodlar qilib qoldi. Masalan, Amerikaniki GPS, ya'ni sun'iy amra orqali o'rin belgilash sistemasi, mushuni ishlab chiqaradigan zavodlar bor. Germaniyaning, Yaponiyning zavodlari bor bu yerda. Endi bular chekinmay qilib qolganda, endi hozir bu sababdan butunlay ish to'xtab bo'ldi degan gap. Bu to'xtab bo'lsa, bu chet el korxonalari mana to'xtayversa, balki vayron bo'lishi mumkin. Endi bu Jungon ichidagi korxonasi vayron bo'lsa, ularga ta'sir bo'lishi aniq. Endi mushu Xitoy chegarasining sirtidagi bu davlatlarga qandaq bevosita ta'sir ko'rsatdi? Buningga nisbatan ko'z qarashingizni deb baqqan bo'lsangiz. Boyatim biz degandek siz o'ylab baqing. Butun u yerdagi shirkatlar, korxonalar bu yerda bu mushunda hozir ba'zilar deydi 60 nachiga davlat o'tirib Xitoy bilan bo'lgan chegarani taltikish taqaydi deyapti. Taqamagan taqdirda o'zdimi berib keldigan insonlarni qattiq kontrolli ostiga havolasida bu yerda bir sog'lom bir ishlab chiqarish, sog'lom bir molni yotkash, sog'lom bir tijorat shakli butunlay o'tirib yo'qaydi. Xitoy mushu virus shakli orqali davomlashib buni oldin olamagan vaqtimizda Xitoy to'liq bir blokkad bo'ldi bular. Bu insonlarning kirib chiqishini, tijorat shakli, mal transportining yo'tkilishi, bu ishlar o'tirib butunlay sistemning ichidan chiqib ketadi. Endi bu Xitoyni o'ylasa, bu vaqtda bu insonlar hatto o'zi bilmasa, bu virus o'zida bor va yo'q ekanligini o'zi bilmagan ahvol ostida bu tashqi dunyoga chiqqandan keyin boshqalarga yuqtirib degan gap.
tashqi dunyo xalqi bu xatarning oldini olish uchun albatta bu Xitoy bilan bo'lgan tijorat, savdo, sayohat hamma jihatlarni kesishga to'g'ri keldi. Boya siz degandek nurg'ulg'an shirkatlar bu yerda o'tirib hozir chekinish qarorini oldi. Chunki mumkinchilik yo'q. Bu yerdan chuqur chekinish kerak. Undaq bo'lgankan bu Xitoyga nisbatan iqtisodiyot cho'ng ziyon bo'lsa, bu xalqaro jamiyatga so'zlagan chog'da o'zining tadbirini olish. Chunki bugungi virusning xatri ilgirki terrorizm boshqalarga o'xshamaydi. Masalan, biz ilgirki bir terrorizm harakatlar bo'lgan bo'lsa, bu silishtirib ko'raylik. Bir terrorist bir ishni qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, buningki so'zlaydigan yeri bo'ldi, plani bo'ladi, uningki bir yerga bo'ldiqqa harakat qilish obyekti bo'ladi. Bundan bu yerda bu davlatning istixborot organlari buni bila oladi. Shuning uchun terrorizm davr bo'lgan vaqtimizda buning oldini ololog'idek tadbirlar bo'lgandan keyin terrorist bo'lgan davlatlar bilan o'tirib butun dunyo o'tirib aloqani uzatmadi. Bugun bu virus chiqqandan keyin, bu yerda koronavirus chiqqandan keyin inson nurg'un davlatlar, masalan Rossiyadan tortib yomon ko'p davlatlar Xitoy bilan bo'lgan chegarasini atdi. Sabab bu yerda insonlar o'ziga yuqqanni bilmagan insonlar tashqi dunyoga chiqsa, boshqa insonlarga yuqtirdi degan gap. Undaq bo'lganda buning oldini olishning usuli Xitoy bilan bo'lgan chegarani to'liq etish kerak, sotsiallikni to'xtatish kerak. Undaq shunday qilishdan boshqa mumkinchilik amallar qolmaydi. Sayohatlar to'xtatish kerak. Undaq bo'lgandan keyin bu xalqaro jamiyatlar, albatta men Norvegiyada yashayapman, Norvegiyaga bunday virusning kelishini men xohlamayman. Undaqkan Norvegiya hukumati bir cho'ng bir davlat shaklida davlat bo'lgandan keyin bu davlat qanday qilish kerak? Albatta ular bilan bo'lgan munosabatni to'xtatgan vaqtimizda bu virusning o'z davlatlariga, o'z mamlakatlariga kirib, insonlarni zaharlashdan keyin o'ltirishning oldini olib bo'ldi. Shuning uchun bu yerda insonlar har bir davlat Xitoy bilan bo'lgan buningki savdo, setiq, nurg'un jihatlar kelgan vaqtimizda Xitoydan chegarani oriydi deb o'ylayman. Ham bu yerda Xitoy millati kelib qolsa, Xitoy millati albatta bu yerda virus shulardan kelayotgandan keyin bulardan qattiq ehtiyot qiladigan bir vaziyatlar kelib chiqadi bundan keyin. Zaten buni sotsial medialardan ko'rib turyapmiz. Chunki u kishining o'zi bilmaydi bu virusda o'zida bor yo'qligini o'zi bilmaydi. Ama shu orqali keladi, boshqa davlatga yuqtirdi. Bu endi havodan yuqadi nurg'un narsalar, undaq bo'lgandan keyin xalqaro jamiyat umumyuzlik qilib aytgan vaqtimizda Xitoy millatini ko'z qo'qadigan, andish qiladigan, mushunda virus bormi-ki, yo'qmi-ki deydigan ahvollar kelib chiqadi. Shuning bilan qanday bo'ldi? Xitoylarga bo'lgan savdo tijorat har turli jihatlardan ehtiyot qildi. Davlatlar Xitoylar bo'lgan chegarani taqashga majbur bo'ldi. Bundan boshqa hozirgi vaqtimizda boshqa alternativning borligini zaten men ko'ramadim, boshqa insonlar ham shunday muzokara qildi. Zaten Xitoy hukumati Wuhanda bo'lgan virusning oldini olish tadbiri bo'lmagandan keyin butun insonlarni uyiga qamab olgan ahvol ostida albatta tashqi dunyoninki bu virusning oldini olish shaklimi xuddi Wuhandagi o'xshash bo'ladi deb o'ylayman. Jungoni Xitoydan o'zining orlig'ini saqlaydi, chegarani etadi. Aqli bor davlat bach shunday qiladi endi. Endi yana kesib o'tgan vaqtimizda bu endi sotsial media nurg'un uchiq bo'lgan davlatlar, xalqning fikri hokimiyat etadigan davlatlar bu avvalroq qiladi. Endi masalan diktator davlatlar bor, diktator davlatlar uchurni qamal qilsak, fuqarolarning fikrlarini biz qamal qila olamiz degan tariqada ular keyinroq qilishi mumkin. Ammo demokratik davlatlar bu jihatlarda Xitoy bilan bo'lgan har turli jihatlardagi aloqani uzadi. Xitoy endi shunday tamoman holda oldin olamagan ahvolda bir blokkad bo'ldi. Tashqi dunyomi shunday qilishga majbur bo'ldi. Majbur bo'layotdi, zaten qilyotdi bu ishni. Qildi. Xitoylarni ko'rgan vaqtimizda Xitoylardan nayt bir andish qilgan, qo'rqadigan bir vaziyatlar mencha bo'lgan vaqtimizda Xudoyim bu ko'p insonlarning tashqi dunyoda jinini olmasligini umid qilamiz. Ammo jinni oldigan vaziyatlar ko'rilgan vaqtimizda biz boy degandek ashunda holatlar kelib chiqadi endi. Xitoy millatini ko'rgan chog'da andish qiladigan, undan qochadigan ashunda ahvollar kelib chiqadi. Buningki bo'lgan insonlarga bo'lgan ta'siri. Bu nayt bir echinishli fojialik taqdir g'ani efendim. O'qinishli ahvol. Bo'libmi Yevropa davlatlari buningga o'xshash kasalning dardlarini bular bundan 70-80 yil avval jiqtatgandan keyin bular zaten nayt qattiq qo'rqidi. Bu yerda bu ishdan. Mening kallamga bir narsa kelyapti. Bayam degan Urumchiga uchadigan aeroplan to'xtatmadi. Lekin Hong Kongdan chiqamidi deganda, ma taratqilar dedi Hong Kongga hozirma to'xtatmabdi degan gapni men 3-4 kun burun anglagan. Agar shu rost bo'lsa, Hong Kong hammamiz bilamiz bu xalqaroliq echib etilgan bir rayon.
bu yerga vizasiz kirdi chet elliklar. Xohlagan vaqtda kelalaydi. İntayin qolayliq. Ondan keyin bu yerda dunyoga donliq bu otbagi qildan qimir o'ynaydigan maydon bor Hong Kongda. Men borgan, ashana hamsini ko'rgan. Shundoq odam jiq keldi ekan. Bu aeroplanning uchib tushib turg'ini shundoq jiqda bu hamma davlatdan keldigan bo'g'ishqa to'xtamay. Endi mishadimi odam tarqaydi. Yana birisi bu Hong Kong bilan Macaoning oralig'i intayin yaqin. Bu Macaoning o'zi Xitoycha Avmin deydi. Macaoning o'zida dunyoga donliq birinchi darajalik cho'ng qimorxona ashadi bor. Ashagimi nurg'un davlatdagi boylar shu bevosita aeroplan bilan keldi ekan. Boshqa qatnash organlar keldi ekan. Bu yerdami o'xshashlar viza talab qilinmaydi. Xohlagan vaqtda kirib chiqalaydi. Ash Xitoylar o'xshashga kirib chiqalaydi ekan, vaqtliq kirdi ekan. Xitoyning o'zi chetdaliklar xohlagan kirdi ekan. Shundoq bo'lsa, bu yerga bu kasal yamirsa, bu yoqdan kirib chiqayotgan odamning ko'pligida intayin tiz taraydigan bir o'rinda men turib shuni o'ylab qoldim. Hong Kongga nima uchun aeroplanni to'xtatmadi degan narsa Hong Kongliklarga yuqtirish emas, maqsad butun dunyoga tortish deb o'ylab qoldim men buni. G'ani apandim qarang, bu siz degandek bu yerda mayli u Hong Kongdagi bo'lsin, qandaq bo'lsin, bu yerda ishninki eng avval manbasiga qarashimiz kerak qarang. Mayli Hong Kongdagi kichik yer bo'lsin va yoki Macaodagi kichik yer bo'lsin, bu yerda bizning boshdan oxir tahlil qiladigan niyatimiz, fikrimiz qaysi degan vaqtda Xitoy kommunistik hokimiyatining zihniyati. Bu zihniyatni insonlar bo'lib bu zihniyatni eng burun tushunganlar bizlar, biz Uyg'urlar. Xitoy hukumati nima uchun hozirgidek siz bayatda keltirdik alternativni tahlil qildingiz, albatta xato emas. Chunki Xitoy hukumati butun dunyoni o'zining qarshisiga oldi. Qarshilashdi. Yana bu yerda o'tirib yana bir qo'shimcha qilib aytish kerakki, bu yerda hatto Alloh bilan qarshilashdi desak bo'ladi. Buning tipik ifodasi biz buni problemning boshlangan nuqtasiga qarashimiz kerak. Xitoy Kommunistik partiyasining birinchi yomon zihniyati nereden boshlandi? İnsanlar buna diqqat qilish kerak. Shuning uchun biz burundan tortib, zaten men o'tgan yil 2-oyning 20-sidan tortib Xitoy Kommunistik hokimiyati eng xatarli hokimiyat. Shi va Chen Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyapti. Bu irqiy qirg'inchilikning jazosini tortish kerak. Bütün tashqi dunyodagi da'vogarlarimiz mushu Xitoy Kommunistik hokimiyatining bizga qolgan bir irqiy qirg'inchilik shakllari bilan da'vo qilishimiz kerak deb o'tirib, yig'ilgan yerimiz shu. Andaqqa xo'sh, ishning boshlanish manbasi ne? Siz boy deganda ishning boshlanish manbasi Xitoy hukumati 65 davlatdan besib o'tadigan Ipak yo'lini kontrol qilish orqali. Yani bu Ipak yo'li nereden başlandı? Biz vatandaşlarga deb keldik, zaten biladi. Bizning vatanimizdan 3 ayrilish orqali 65 davlatdan besib o'tadi. 65 davlatdan besib o'tgan bu rayonning o'zida navoda Uyg'ur xalqi mustaqilligini talab qilib qolsa, tashqi kuchlar bilan birlashib qilib qolsa, bularning dunyoga hukmronlik qilishdan iborat bu idisi cho'kadi. Shu sababdan Xitoy Kommunistik hokimiyati eng burun bizni jazo lageriga oldi, to'liq kontrol qildi. Bununla tashqi dunyo kuchlar o'tirib, ma devatgan ishing butunlay o'tirib bo'libmi, Amerika buni xato deb keldi. Shu sababdan deyishki, %100 deyalayimizki, shu sababdan Amerika va G'arb dunyosi bilan Xitoy bilan savdo urushi boshlandi. Buni insonlarimiz bunday tushunish kerak. Savdo urushi boshlandi. Shu sababdan bu ziddiyatlar ulg'aydi. Oxir 5 yil kelgan chaqda Xitoy Kommunistik hokimiyati bu dünya bilan yapılan savdo urushida töven o'ringa qarab tushib qoldi. Ya'ni ularning GDP'sining 12dan 6ga tushganligini o'zlari xabar qildi. Bu o'zining ichida bo'layotgan tashqi dunyodagi iqtisodiy krizisga, ya'ni bu iqtisodiy jangda bardoshlik beramagan Xitoy Kommunistik hokimiyati menimcha bo'lgan vaqtimizda xuddi boyi degandek bu virus fojiasi, har xil fojialarning kaynida oshilar bor. Shu orqali endi bu dunyoga qanday qilmoqchi degan vaqtimizda o'ziningki bu cho'kishiga qarab bo'lgan ichki masalalarni bu tashqi dunyoga döngümoqchi. Bütün dünyadaki bütün insonlarni sarosimaga solmoqchi.
bu yerda Hong Kongla emas, zaten bütün dünyada bugün vaziyatning amaliy ahvollarini ko'rdik. Bu yerdagi birdan-bir zihniyat Xitoy kommunistik hokimiyatining o'z xalqini emas, tashqi dunyoga ashundoq besim shakllantirish orqali mening deganimga kelasan, mening so'zimni anglaysan, bo'lmasa men mushunda qila olayman deydigan yomon niyati, yomon zihniyati. Bu zihniyatlarni yana qayta takrorlayman, bu zihniyatning birdan-bir kelib chiqish manbasi bizning vatanimiz, bizning Uyg'urlar. Ish aşağıdan başlangan bo'lsa, aşu holatga, aslilik holatga qaytish kerak. Dunyo xalqi ashundoq deb tushunish kerak, Uyg'ur xalqi ashundoq deb tushunish kerak. Shundoq bo'lgan vaqtning o'zida endi bu moyatlik masala yechildi. Agar navoda Xitoy hukumati hozirgidek yomon zihniyatini, xalqarodan yengilgan, iqtisodiy cho'kish qarablangan bu vaziyatni albatta bu yerda Xitoyning ichki qismidagi boshqa har turli kelib chiqadigan mesela toplanglar, qo'zg'olonlarning avval mesela mush iqtisod tufaylidan, iqtisodning cho'kishi tufaylidan mushunda har turli toplanglar, har turli voqealarning xuddi Hong Kongda mustaqillik, demokratiya namoyishlarini yapadi. Bu vaziyatlarning o'zining ichki qismida kelib chiqishining oldini olish uchun menimcha bo'lgan vaqtimizda bu yerda virusning bir fojialarni o'zlari to'xtatadi. Bu orqali o'zining xalqiga o'tirtib qirg'inchilik yapadi, ham mushunda qilish orqali tashqi dunyoga ashundoq bir signallarni berish orqali sen mening ishimga tagma, mening deganimga kel, men vaqt kelib qolsam mushunda ishlarni qila olayman degan bu yerdagi bir echinishlik, bir fojialik zihniyatni beryapti. Demakki Xitoy hukumati bu orqali g'aljirlashdi degan gap. Oxirgi bosqichga qarab ketyapti degan gap, cho'kish qarab ketyapti degan gap. Demakki bu yerda Xitoy hukumatiningki bu boshlanish nuqtasi shu. Dunyodagi bütün insonlar, bütün millatlarimiz buni bilish kerak. Ish nereden boshlangan? Bu problem nereden boshlangan? Xitoy hukumatining asl maqsadi qaysisi? Kimlar bilan etishdi, kimlar bilan suqashdi, kimlardan mushidi eng oxirida o'tirib cho'kib qayergacha keldi degan nuqta bu yerda millatimizning eng avval o'ylanadigan va bütün jamiyatning, bütün insonlarning o'ylanadigan nuqtasi mush yerda. Buni siyosiy analizchilar yaxshi bilalaydi. Xitoy hukumati bu orqali, demakchi bu orqali Xitoy hukumatiningki o'tgan yili ba'zi siyosiy yo'llar degandek Xitoy hukumatining, Xitoy kommunistik partiyasiningki kontrollik sistemasini yo'qotdi degan narsa mush virus fojiasidan chiqib chiqyapti. Mening bunga deydigan gapim menda. Endi boshqa masalalarni aytgansak, mush masala biz nima uchun burundan tortib ya da erkiy qirg'inchilik masalasini zaten ben bu ishga nima uchun kirib oldim degan narsa kelib chiqdi. Men Yahudlarning mush 1933 yildan tortib mush qirilish jarayonlarini, lagerlarning bizning vatanimizda echilish jarayonlarini bu ikkisini nihoyat yaxshi tadqiq qildim, nihoyat yaxshi o'rgandim. Chunki o'tgan yildan tortib bütün tashkilot rahbarlariga, bütün insonlarimizga yig'ilgan yerimiz mush shu. Xitoy kommunistik hokimiyati bu eng razil hokimiyat. Bu hokimiyat nima uchun necha million insonni asholatga akiladi? Nima uchun bizning vatanimizdagi ko'chalar hammasi o'tib qo'rqinib qoladi? Nima uchun bu insonlarni bu yerga yig'ib oladi? Degan nuqtaga kelgan chaqda hamma narsani Xitoyning dunyoga hukmronlik qilishdan iborat bu qora niyatiga o'zining ipak yo'lini tashqi dunyoga echilish nuqtasi bo'lgan bizning vatanimizdagi zaminning egisi bo'lgan asosli Uyg'ur boshqa millatlarning mustaqillikdan iborat bu irodasidan bo'lganligi, irodasidan yonmaganligi. Bular navoda tashqi dunyodagi boshqa kuchlar bilan birlashib qolgan ahvolida o'zining dunyoga xo'ja bo'lishdan iborat bu niyatining amalga oshmaydiganligini to'nib yetgan Xitoy hukumati shuning uchun Uyg'urlarni eng avval, eng burun bizning vatanimizni ashunda quruq holatga keltirdi. Shuning uchun men başdan oxir siz bilan biz Xitoy hukumati bizning Uyg'urlarga 70 yil plansız erkiy qirg'inchilik etgan bo'lsa, bugun planli qoldi erkiy qirg'inchilik bosqichiga kirdi. Millat buni erkiy qirg'inchilikda, erkiy qirg'inchiliklar tuni davoyimiz shunday bo'lsin deyishimizga sababimiz shu. Qanday bo'lgan bo'lsa, xo'sh, Yahudlarning qirilgan erkiy qirg'inchilik tarixiga qarasak, 1933-yil naq ayni ahvollar shu. Yahudlarni jazolagerdak lagerga, concentration kamplarga yig'ib olgan, ashlarni ishlatgan, tajriba obyekti qilgan, o'lganlarni bu japalik emgak sharoitiga moslashamagan, sog'lomligi yaxshi bo'lmagan insonlarni bularning yanada ko'ydirish uyi bo'lgan, bu yerga ko'ydirib tashlagan, ko'ydagan. Ta 1942-yilga qadar o'tirib bu yumshoq shakldagi o'ltirish usullarini qo'llangan.
42 yılga kelgan vaqtimizda bütün dünya aynı vaqtdagi Angliya, Amerika, Rossiya qatorliq davlatlar bu qirg'inchilikning oldini olish uchun bu yerga kirgan vaqtimizda eng oxirida boshlanish manbasi mushu yahudlarni men yo'qtiman degan irodaga sen qarshi chiqqan bo'lgandan keyin andaq bo'lgan bo'lsa men ko'ydadim o'ltadim deb o'tib 42-yili yahudlarni turkumlab o'ltirishdi bu fojiaga kelgan. Bu fojialarni qilgan. Bugun andaq bo'lgan bo'lsa bizning vatanimizdagi fojianing boshlanish manbasini qayerda edik? Ipak yo'li dedik. Bu fojianing boshlanish nuqtasi qayerda edik? Bizni o'tirib Uyg'urlar dedik. Andaq bo'lgan bo'lsa bu virus orqali bizning demoqchi bo'lgan narsamiz qaysi degan bu virus orqali bizning vatanimizni xuddi yahudlarni qirg'in qilganda qirg'inchilik shaklini ep baramdu, bamamdu degan bu zihniyatni biz Xitoy kommunistik hokimiyatining ideyasini tahlil qilishimiz kerak. Andaqkan biz boy degandek Xitoy kommunistik hokimiyati dunyoga xo'ja bo'lishdan iborat bu yomon niyatini amalga oshirish uchun Uyg'urlarni shu jazo lag'iriga yig'ib olgan ekan. Bugun Amerika g'arb dunyosi bizni qo'llayotgan 23 davlat bu kamplarni cho'qim taqaysan. Aslidagi normallik holatga kelish kerak. Deb bütün masalaning manbasi bu concentration camp jazo lag'iridan boshlanyapti. Andaq bo'lgankan Xitoyning iqtisodiy cho'kishi qarab turib mangsa, bütün dunyodan blokad bo'lsa, savdo tijoratlarning hammasi oqmasa, ayni vaqtda natsistlar hukumati qilgan bu razil niyatni, yomon shumliqni Xitoy hukumati qilmamdi degan narsani bu bizning millatimiz buni o'ylashi kerak. Bunga jiddiyat bilan qarashimiz kerak. Hammamiz bütün zihniyatimizni shunga qarashimiz kerak. Anda bo'lsa natsistlar hukumati yahudlarga buni qildi. 3 davlat buni Germaniyaga qorshab kelgan chaqda ulgurmadi, qirib o'ltadi. Anda bo'lgan bo'lsa Xitoy hokimiyati iqtisodiyotda cho'kishga birlashib bo'lgan chaqda anda bo'lsa sabab mushadan boshlangan bu millatni men o'ltirib yo'qdiman deganga senlar qarish chiqding, senlar o'ltirib buni ta oxirigacha qarish chiqib kelding. Anda bo'lsa men buni o'ltasamchi desa biz u vaqtimizda nima deymiz? O'ltirib bo'lgandan keyin bu masalani o'tirib bu millatga necha million inson yana ko'z oldimizda 70 yil qirilgandan boshqa bugun yana konsentratsiya kampning ichida qirilganlarni biz o'tirib qirilgandan keyin endi buni erkiy qirg'inchilik deymiz. Andaqda xo'sh, ba'zi insonlarimiz deyotdi, mening millatimga yuqmaydi, Alloh ibodat deyotdi. Inshaalloh shunday bo'lsin. Navodi yuqmadi degan taqdirning o'zida siz boya degandek Wuhandagi har qanday bu meditsina yetishmasa, har turli narsalar yetishmasa, buning oldini olishning usuli qanday bo'ldi? İnsanların aşında o'lgan insonlarni qilib ko'ydirish kerak. Anda bo'lsa ikkinchilab o'tirib Xitoy hukumatining bu yomon zihniyatidan qaraydi. Menda Uyg'urda taltükisi yo'qitib o'tish bo'lgan bo'lsa, buni o'tirib virus yuqmagan bo'lsa, o'zining xalqini o'tirib ko'ydagan bo'lsa, otgan bo'lsa, uydan chiqmaysa o'tirib o'ltirish shakliga zo'layotgan bo'lsa, bizning vatanimizdagi Uyg'urlarga buni qilmamdi degan masalaga chiqdi. Navodi yuqmagan vaqtimizda buni o'tirib virus chuqum yuqdi. Yuqqanlik uchun o'ltadim, mening millatimni o'ltadim, bu millatni men chuqum mushundoq o'ltadim desichi. Demaydi deya olamizmi? Xitoy hukumatiniki kommunistik partiyaning bu zihniyatidan demaydi deya olamizmi? Mening andish qilgan nuqtam bu. Boshdan oxir andish qilgan nuqtam bu. Mening boshdan oxir yig'ilgan nuqtam bu. Butun dunyodagi tashqi dunyodagi da'vogarlarga Uyg'urlarimga yig'ilgan nuqtam bu. Chunki men yahudlarning 42-yilga qadar qirg'inchilik shakli bilan mush Uyg'urlarning boshlagan kampning shakllariga ayni o'xshash. Natsistlarning ideyasi bilan Xitoy kommunistik partiyasining ideyasi ayni o'xshash. Hatto undan battar kommunistik partiyaning bu ideyasi. Andaq bo'lgan bo'lsa bu jazo lagerida turayotgan, zaten bizning vatanimizning o'zi jazo lager allburun aylanib bo'lgan. Bugun buning ma'lum bir ko'rinishlari Xitoylarning o'zlari kelyapti. Buni andaq bo'lgan bo'lsa Xitoy kommunistik hokimiyatini bunday ishni qilolmaydi deya olamizmi? Millatimiz bu yerga kelgan chaqda ko'zini etish kerak. Meningki deydigan gapim shu. Qag'inni Alloh saqlasin. Millatimizning Alloh ibodim deymiz. Ammo Amerika g'arb dunyosi buni qarab turibmaydi. Yana bir bu yerda mening aqlim kechgan bir alternativ bor. Navada Xitoy hukumati masalan jazo lageridagi Uyg'urlarga va yoki boshqa qarindoshlarga bu yerda viruslar yuqmadi deylik. O'lish nisbati va yoki oz bo'ldi deylik. Mushu banani vosita qilib o'tirib, ikkinchi dunyo urushidagi o'xshamaydigan bir taktika bor, bir yangi zamon bu. Ikkinchi dunyo urushi vazirlarining o'zida masalan satelitlarning har narsa u concentration campni ko'rib turmaydi.
Bugun meningcha bo'lgan vaqtimizda bu ilm fan taraqqiy qilgan dunyoda bu yerdagi vaziyatlarni ancha-muncha ko'rib tura oladigan har bir davlatningki satelit har narsalari bor deb o'ylayman. Navada Xitoy hukumati beshimga yana bundan ortiq ish oshmay, o'zimning mush ishini ozroq hal qilay. Navada Uyg'urlarni bu yerda o'tirib problemning manbasi mushadan boshlangan bo'lsa, buni o'tirib yana to'plam bir virus yuqmagan xalqni qirg'inchilik qilgan bir usulni qo'llanib qilib qolsam, tashqi dunyo menga nisbatan bir harakat qilib qolarmikin deydigan ideya bo'lib qolsa, bu vaqtimizda virus yuqmagan taqdirda Uyg'urlarni o'ldirmasligi mumkin, ammo men bunga ishonchga hech qanday bir odam ishonch qilmaydi, garantiya qilmaydi. Ammo Xitoy hukumatining bu yomon zihniyatining o'zidan boshdan oxir Uyg'ur degan millatni va yoki boshqa millatlarni bo'lib Uyg'urlarni yo'qotib o'tishdan iborat bu ziddiyat qachon boshlangan, qachon concentration camp ochilganda boshlangan, qachon boshlangan Xitoyning Ipak yo'li strategiyasi boshlangandan tortib boshlangan bu ish. Shuning uchun men butun vatandoshlarimga vatanimizda Xitoylarning zihniyati bunda 70 yildan birisi plansiz qirib keldi. Bugun planli holga kirdi. Millatimiz bunaga diqqat qilish kerak degan masala kelgan chog'da millatimiz qanday qardi? Ichki dunyodagi yahudlarniki qanday qirg'al shakllarini, yo Qur'on bilan kiritib tatib etayotgan masalalarni bu qirg'inchilik deydiki, bu yerga naq bu go'shtdan o'xshash oldida turayotgan Xitoy Kommunistik partiyasiningki har turli yilmikrlar oldi, o'limni oldi turayotgan xalq kelgan chog'da buni erkiy qirg'inchilik deb tunib, mushu davoga menish nisbati kelgan vaqtimizda naytim asti bo'ldi deb o'ylayman. Men millatimga selishtirgan vaqtimizda buni erkiy qirg'inchilikni yaxshi tunigan, bilgan yahudlar Uyg'urlardan yaxshi kuch chiqardi deb o'ylayman. Men mushkamga qadar o'tirib, birisini o'tirtib, bir Uyg'ur qarindoshlarimizning millatimizga bugun o'tirtib erkiy qirg'inchilik qilyapti deb o'tirib yig'ilganini men ko'rib boqmadim. Ammo masalan Germaniyadagi Aleksandr Zinskiga o'xshash aytsalar, yo'qman millat qirilib ketyapti deb erkiy qirg'inchilik qilyapti deb o'tirib men yig'ilganlarini ko'rdim. G'arb dunyosida bu erkiy qirg'inchilikning nimani bilgan millat meningcha bo'lgan vaqtimizda bu ishlarga kelgan vaqtimizda Uyg'urlardan beqaror harakat qildi deb o'ylayman. Mening yana tashviqotim shuki, mush orqali men so'zlayman. Butun dunyodagi erkiy qirg'inchilikning dardini tatgan millatlar, yahudlar, mening millatimga bugun men mush media orqali dunyoga beradigan signalim ayni vaqtdagi yahudlar ushqirgan hozirgi reallik vaziyatlarning ayni o'xshash. Millatimiz qirilib ketmasligi uchun shu erkiy qirg'inchilik uchirgan Yahudi va boshqa insonlikni sevgan qarindoshlarimizninki vatandagi begunoh xalqimizga o'zining diqqatini men yana berishni, yana tashviq qilishni, mushuni ega chiqishni tashabbus qilaman. Balki bu so'zlarim xatodir. Chunki ba'zi kelgan vaqtimizda o'zimizning millatidagi o'zimizning xalqlarga buni tutgan yo'li erkiy qirg'inchilik. Erkiy qirg'inchilik ketyapti, qiryapti, o'ltiryapti, organlarni setyapti. Bu 33-yildan 45-42-yilga kelgan yahudlarniki hal qilish yoki mushunda ishlarni qilish mumkin deb o'tirib telefonda bo'lsin, o'zimizning so'zda bo'lsin takrorlab keldi. Bundan keyin men yana takrorlayman. Mening qo'rqadigan yerim mushu virus bosqichda qanday o'tadi, millatimiz qanday o'tadi degan gap. Xitoy kommunistik hokimiyati yana takrorlay, Munaga virus yo'qdi deb o'tirib xalqni butunlay o'ldirib tashlamdi, ko'ydirib tashlamdi, buni bilmaymiz. Bu yerda Xitoy kommunistik hokimiyatiniki bu yomon zihniyatidan, hatto natsistlardan o'tadigan yomon zihniyatdan kelib chiqadi. Bunga hech qanday qadam birlashdi demaydi. Xo'sh, chechilib qoldim, mening deydigan gapim shu. Yaxshi tushuntirdingiz, yaxshi tavsiyalarni berdingiz. Bu qo'rqinchli ahvol bu Xitoy hukumatining mayli hozirgi bo'lsin, burungi hukumatlari bo'lsin, huquq tutgan vaqtlarda bunday ishlarni ko'p qilgan. Tarixiy manbalardan qarasak, mushu roman posterga qarasaqmi bo'ladi, urush qahbagilik, savsovning nasri qarasaqmi bo'ladi. Bular o'ziniki burundan tatib davomlashtirayotgan nurg'un texniklarni ham hiyla-mikrlarni hammasini ashta yozib kitoblar chiqargan. Shu tarixdagi urush nasri qarasak, urushqa narsa intayin az. Bu urushning to'lisi xalqning vayron bo'lishi bilan tugagan urushlar ko'p. Masalan, kuchi yetmagan
Padişah bilan tutuşib qoladigan ish bo'lib qolsa, kechisi berib, u yerlarga o't qo'yib etgan butun xalqnilar askarning yana borolmaydi. Xalqning uyiga o't qo'yib etgan va yoki butun shaharlarga hammasi suvni ichib yetib, bosh tarafdan suv bostirib etgan. Ashunday ishlar tarixdan buyon bo'lib kelgan. Demak, bu qonda bor narsa. Virus yuqamdi, yuqmamdi, u boshqa narsa. Bu mushun bana qilib, mana ko'rib turibmiz, Wuhandan nurg'a odam o'tadi, atrofga taravotdi. Endi bu niyatini buzsa, oyagimi taradi deb o'ziniki burunqi bevosita qilgan qirg'inchiligini bu virusga ortib o'zini oqlayman deyish mumkin. Hozirgi taraqqiyotda sunniy hamra orqali bu narsalarni bilgili bo'ladi. Xitoyning nima ish qilayotganligini hammasini istixborotlarning biladi. Bular o'zini eng aqlli chog'lab, hozir intayin dötlik bilan ish qildi. Buni butun dunyo bilib turyapti. Endi bostirib kirmagan yeri qoldi-da, oxirgi chek. Men ashtiq tushunaman bu ishni. Masalan, qayerga bostirib kirmaganda deysiz? Jungo ziminiga burunqidek yine 8 davlat, 10 davlat bostirib kirmagan yeri qoldi. Bütün hamma narsani kuzatib turdi, bilib turdi hozir ishini. Faqat kirmagan yeri qoldi hozir. Endi mening deydigan yerim oxirida meniki bu fojiaga nisbatan so'zlasak bu ishlarni oxir qilmaydi. Kelgusdagi reallik, kelgusdagi fojialarni o'ylagan vaqtimizda qanchalik insonlar mayli Xitoy millatidan bo'lsin, bu fojialar oxirgi fojialiklar bo'ladi. Qanchalik insonlar o'ladi, buni hech qanday qadam bilmaydi. Xitoy hukumati bu uchurni shunday bir maxfiy tutgan ahvol ostida, shunday ahvollarning qanchalik fojialarning kelganini hech kim bilmaydi. Ammo bu yerda men Xitoy millatiga deydigan so'zim shu. Ayni vaqtida 2009-yili bo'lsin, 97-yildagi G'oljadagi qirg'inchiliklar bo'lsin, 2009-yildagi qirg'inchiliklar bo'lsin, Xitoy hukumati, Xitoy millati, albatta Xitoy hukumati, CCP hukumati hech qanday bir vaqt adolatni to'nimagan hokimiyat. Ana hozir ko'rib turayotgandek o'zining millatiga, o'zining xalqiga virusni yuqtirish orqali bu hozirgidek fojialarni keltirib chiqarganligi bu Xitoy millati hamda Xitoy hokimiyatining qandaqligini hamda to'nib yetyapti. Biz Xitoy hukumatining zulmlarini 70 yil tortib keldik. 70 yil qirildik. 70 yil erkiy qirg'inchilikning dardini tortdik. Yani 2009-yilmi Uyg'urlar Xitoy hukumatiga qarshi shu vaqtda namoyish etgan chaqda 2009-yili shu namoyish bo'lgandan keyin 2 kun keyin Xitoylar chiqib ko'chaga chiqib namoyish qildi. Sen ma xalqni bosding, ma xalqqa egi chiq, ma xalqlar qarshi chiqmasin dedi. Men bugun Xitoy millatiga deyman. Uyg'ur millatiga shunchalik zulmni 70 yildan beri tortib keldi, qirib keldi, bovoqlarini yeb keldi. Hatto o'zlari o'tirib yugizib keldi, Xitoylar yeb keldi mening millatimni. Bugun bu fojia Xitoy millatiga kelyapti. Bu fojianing manbasini o'ylanish kerak Xitoy millati. O'ziga bizga 70 yil zulm solgan bu Xitoy kommunistik hokimiyati bugun o'zining Xitoylarini o'tirib ashunda holatga kelyapti. Demakki bu yerda mening demoqchi bo'lganim Xitoy hukumati o'zining kommunistik partiyasining hokimiyatini ag'dirib tashlash kerak bir. Bu yerda chiqirdigan yakun. Xitoy kommunistik hokimiyatini ag'dirib tashlamaydi ekan, bu bizga solgan zulmning bu aynan shakli mana Wuhanda o'tirib ko'rilyapti. Tadbirni ammang ber, haqni qo'rshang ber, tashqi dunyoning yordamini ammang ishki. Bu o'zining insonlarni taltiks o'ltirdigan yo'l qarab turib yonyapti. Demakki Xitoy millati, Xitoy kommunistik hokimiyatining qanchalik rezil hokimiyat kelganini tonish kerak. Buni ag'dirib tashlash kerak. Ag'dirib tashlamagan ahvol ostida biz Uyg'urlar yuz bergan qirg'inchilikning yana o'zigimi hozir bo'layotdi. Buningdagi fojiasining qanchalik bo'lganligini biz bilmaymiz. Ishki Xitoy hukumati mushu mandan boshlandi. Nima uchun Xitoy kommunistik hokimiyati hozirgidek g'aljirlik holatga keldi? Degan nuqtani yaxshi tushunish kerak. G'aljirlik nuqtaga kelishlik asosli sabab Uyg'ur, Ipak yo'li, Uyg'urning mustaqilligi, vatanning mustaqilligi, Uyg'ur boshqa tarix millatlarning mustaqillik masalasiga taqaldi. Xitoy hukumati mushu reallikni to'nish kerak. Bir Xitoy kommunistik hokimiyatini ag'dirish kerak. Ikki
Uyg'ur zaminini, Sharq Turkistonni va yoki Uyg'uriston deydigan barliq qarindoshimiz Uyg'uristonning ozodligini tonish kerak, mustaqilligini tonish kerak. Erkinlik, hurligini shu millatning qo'liga berish kerak. Undan boshqa yana Tayvan masalan, undan boshqa Tibet, Mo'ng'ul qatorliqlarning o'zi talab qilgan yo'llardagi erkinlik, mustaqillikni berish kerak. Hong Kong mustaqillik talab qilsa, mustaqillik yo'lini berish kerak. Demokratiya talab qilsa, demokratik yo'llarni berish kerak. Xitoy hukumati, Xitoy millati, Xitoy Kommunistik partiyasiga ergishib, biz dunyoni boshqaramiz deydigan bu yomon zihniyatidan yenish kerak. Uyg'urlarga bo'lgan qirg'inchilikni to'xtatish kerak. Ya'ni baydiginimizdek vatanimizning mustaqilligini to'liq tonish kerak. Xitoy Kommunistik partiyasini ag'dirib tashlash kerak. Shundaq bo'lgan vaqtimizda bundaq fojialiklarni Xitoy Kommunistik hokimiyati samaydi. Bugun virus vaqasi bilan qanchalik insonlar o'lgan bo'lsa, mayli 10 million, necha million deylik, erta o'tirib virus vaqasi kelib chiqadi. Unidagi o'tirib yana virus vaqasi kelib chiqadi, boshqa vaqalar kelib chiqadi. Chunki Xitoy Kommunistik hokimiyatining bu zihniyati dinsiz hokimiyat, razil hokimiyat, bu hokimiyat har qanday ishni qila oladi. Bizning millatimizga 70 yil qilgan bo'lsa, ham bugun bu o'zining millatiga, o'zining xalqiga qilyapti. Qildi bu ishlarni. Shuning uchun bu Xitoy millati Xitoy Kommunistik hokimiyatining qandaqligini bugun tunishga boshladi deb o'ylayman. Xitoy Kommunistik hokimiyatini ag'dirib tashlash kerak. Ag'dirib o'tish kerak. Xalqaro dunyo bilan o'tirib to'liq blokkar to'lib, og'irlib qolmay desa, Xitoy Kommunistik hokimiyatini tataltik ag'diradigan yo'lga qarab turish kerak. Bizning mustaqilligimizni tunish kerak. Tayvan, Tibet, Mo'ng'ul qator qarindoshlarimizningki erkin yashash huquqini tonish kerak, mustaqilligini tonish kerak. Nimani xohlasa shuni tonish kerak. Yeshim bu. Shundaq bo'lgan vaqtimizda Xitoy millati uchun eng mukammal bo'lgan bir chiqish yo'li ham xotirjam yashash yo'li shu. Bu yerdagi asosliq manba Xitoy Kommunistik hokimiyati. Boshdan oxir razil o'yinlarni planlayotgan, shumliqlarni planlayotgan bu Xitoy Kommunistik hokimiyati. Meniki oxirda aytadigan gapim shu g'ani afandim. Rahmat. Boshqa aytadigan gapim. Bu Xitoy hukumatiningki bu haddidan ishib ketib qolgan tahdidlari, qirg'inchiliklari, bu narsalarga ozdir, ko'pdir. Bu narsalarni oldini to'saydigan ya'ni Uyg'ur kishilik huquq loyihasiniki to'liqlangan S-178 ga Prezident Trumpning shundaqla Amerika xalqining qo'llab-quvvatlab patroq imzo qo'yib berishini umid qilamiz. Mush orqaliqmi Xitoy hukumati azroq cho'chib, hozirgi suratini aslatishi mumkin. Endi eng oxirida bir so'raydiganim, endi mushundaq ig'ir ahvol turayotgan chog'da, endi biz bundan keyingi hozirgi irqiy qirg'inchilik nurg'a uchrab keldik. Endi bundan keyin buning davomlashishining oldini olish uchun biz nima ish qilishimiz kerak? Ya'ni mushu mustaqillik davosida men deyotgan, vatan zamin uchun kurash qilaman deyotgan qarindoshlarimiz nima ish qilish kerak? Mush to'g'rida bir tavsiyalaringiz bo'lsa bergan bo'lsangiz, shuninglardan keyin suhbatni oxirlashtirsak. Endi bugungi qirg'inchilik ko'rgandek o'tirib, u qanday qirg'inchilik bo'lyapti, zaten Xitoyning o'zi muojizat etgan chaqda bir do'zaxning o'ziga aylandi. Xitoy millatiga deydiganimiz birdan bir yo'l, ishning kelib chiqish manbasini yaxshiroq o'ylanish kerak. Manba nereden kelyapti? Xitoy Kommunistik hokimiyatining kelyapti, Xitoy Kommunistik hokimiyatini ag'dirish kerak. Undan boshqa yo'l yo'q. Bizning millatimiz kelsak, meniki hozir qadar tushunib kelgan yerim shu dunyoniki hozir qadar Amerika hukumati bizga ko'p igi chiqib keldi. Qonunlarni ma'qulladi, buning oxirgi bosqichdan o'tmagan bo'lsa-mu. Masalan, rahmat deymiz, Mike Pompeo efendim O'rta Osiyodagi bizning atalmış Turkiy qarindoshlarimiz, Turkish degan qarindoshlarimizni qishg'i berib, hatto shu o'ylarga kirib o'tirib, xalqlarning birin-bir fikrlarini anglab keldi. Bu orqali Amerika hukumati zaten shu jazo lager masalasiga o'zining bir jiddiyat bilan qaraydiganligini, yana samimiy fikrlarini bildirib keldi. Men bu orqali Amerika hukumatiga ko'p rahmatimni bildiraman. Davomli shunday igi chiqishni umid qilaman millatim, xalqimga.
Mening eng oxirida deydigan gapim shu, millatimiz, xalqimiz o'tgan yildan qilib qolgan shu Uyg'ur insoniy huquq qonun loyihasi deb ataymiz. Shu S178 ning tezroq ma'qullanishini millatimiz, xalqimiz qo'lidan keladigan barliq ishlarni shuni qilish kerak deb o'ylayman. Bu S178 ning ma'qullanishi moyatdan Xitoy uchun qattiq zarba bo'ladi. Millatimiz uchun cho'ng bir ilhomlantirish bo'ladi. Amerikadagi bir kuchli davlat bir qonunni ma'qullab qo'yish orqali g'ani apadim. Ma'qullab qo'yib yoki tashlab qo'ymaydi. Ma'qullagan ekan bu g'arb dunyosida bir qonun ma'qullansa, qonun orqali ish qildi, uni ijro qiladi. Demak, bu yanimizda bu qonun to'g'riliq biz so'zlab bo'ldik. Bu millatimiz uchun qachonda 100% foydali. Mening boshqa qilgan tashviqotim irqiy qirg'inchilik bilan birga S178 ning tezroq ma'qullanishi. Bu S178 ma'qullangan vaqtimizda Amerika hukumati bu to'g'riliq qonunga kirgizyapti degan gap. Andaq bo'lgan ekan, buning amaliy tadbirlarini, choralarini olaydi degan gap. Shu orqali qandaq bo'ldi degan chaqda bugun biz ayni vaqtda deb kelgan Xi va Chenni xalqaro sudga tortishdan iborat bu reallik amaliy tushlanma amalga oshdi. Xitoy hukumati bugun ayni vaqtda Xi va Chenni bizning xalqimizga irqiy qirg'inchilik qilgan bo'lsa, men bugungi ahvolga kelgan chaqning o'zida o'zining millatiga bu yerda bu qirg'inchilik shakllarini olib beryapti. Bular jazoga tortilishi kerak. Xalqaro sudga chiqish kerak. Bu jinoyatini e'tirof qilish kerak. Shuning uchun bu qonun ma'qullanishi millatimizning kelgusida mustaqillik ishi bo'lsin. Irqiy qirg'inchilik mana to'plum holda hozirgi kantlarda qanchalik qirildi bilmaymiz. Talto'kis millatimizning kelgusida yo'qolib ketishining bir oldini olish qonuni. Millatimiz qo'lidan keladigan men bo'lay qanday inson bo'lsin, BDTga bo'lsin, Amerikaga bo'lsin, o'zidagi mavjud davlatlarga bo'lsin. Bu to'g'riliq o'zimizningki millatimizning qanchalik xatarlik bosib turayotganligini buni tushuntirish kerak. Bo'lib Amerika hukumatiga bu qonunni qancha tez bo'lsa shuncha tez ma'qullab berish uchun qo'lidan keladigan insonlarni buni xat yozishi, tashviqot varaqlarini, tashviqot ishlarini olib berish hech bo'lmagan chog'da sotsial mediada Amerika prezidenti Donald Trump va Amerika hukumati mush qonunni tezroq bir ma'qullab bersang, millatim irqiy qirg'inchilikda qirilib ketyapti. Yana to'plum oldida yana qirilib ketmasin. Bizning dunyoda urug'imiz saqlanib qolsin degan tashviqot bilan Amerika hukumatiga yana tashviq qilish kerak. Buni suylash kerak. Meni oxirida aytgan talabim shu. Rahmat sizga. Rahmat. Endi vaqt munosabati bilan mishada oxirlashtirsak, men eng oxir deb qo'ydiganim saqal burut kiyim-kechaklarning da'volarining vaqti o'tdi. Yana arzimas ishlar uchun urush jidal qilib, davon tashlab qo'ydigan ishlarni qilmaylik, qarindoshlar. Davomliq shu irqiy qirg'inchilik da'vosida ching turayli. S178 ga patraq imzo qo'yish uchun to'xtamay parlamentlarga xat yozib turayli. Amerikali emas, demokratik davlatlarning hammasining parlamentlarga o'zimizniki talablarini evataylik. Bu jidal majra bilan hech qanday ish bitmaydi. Mush jidallashayotgan qarindoshlarimiz da'voni sal oldiga apmangayli. Da'voning boshlamchilari intayin azlab ketdi hozir. Da'voyimiz so'zlab qoldi. Bizning da'voyimiz Amerikaning va yoki bizni qo'llaydigan demokratik davlatlarning vazifasi emas. Biz o'zimiz boshlab menishimiz kerak. Rahmat. Xo'sh, Allohga emanet.